Assalomu alaykum, Azizbek Olimjonov kanalining qadrli obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilagan holda do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga, ya'ni noyabr oyiga yangi umra narxlarini e'tiborlarga havola etamiz. Albatta videoda oxiriga ko'radigan bo'lsalaringiz, siz obunachilarimizga to'liq va batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bizga yordam beradilar. Azizbekning o'zlari to'liq ma'lumotlarni siz obunachilarimizga yetkazishga harakat qiladi. Azizbek, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Azizbek, hozirgi kunda ko'pchilik ziyoratga otlanayotgan qadrdonlarimizga safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shular haqida ma'lumotlardan boshlasak videomizni. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimizni o'zbek akalarimiz, povur akalarimiz xizmatda turishadi. Yaxshi chiroyli ovqatlar qilib berishadi. Xo'p, Madinada gostinitsa oraliqni aytib o'tganda 300 metr atrofida bo'ladi. Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Makkada 5 mahal namozga doimiy avtobuslarimiz bo'ladi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Avtobusda bemalol borib kelsa bo'ladi. Undan tashqari, agar yoshroq aka-ukalarimiz bo'lishadigan bo'lsa, qiynalmayman desa, piyoda ham borib kelsa bo'ladi. Haramga bir 10-15 minut atrofida yetib borishadi. Xudo xolasa. Demak, bemalol piyoda ham borib kelish imkoniyati bor. Xudo xolasa. Xo'p, hozirgi kunda noyabr oyiga qachon, qayerdan reyslarimiz bor, Azizbek? Xo'p, noyabr oyiga 1, 5, 8, 15, 22, 29 noyabr kunlari Farg'ona Madina premyer reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsa, joylarni bron qilib chiroyli ishlarni qilib beramiz. Xo'p, Namangandan bir haftada 2 kun reyslarimiz bor, Toshkentdan kunora reyslarimiz bor. Xudo xolasa. Demak, mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarimizga hozirda qabullarimiz davom etmoqda, Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda yana ham to'liqroq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol aloqaga chiqib, joylarini bron qilishlaring mumkin. Xo'p, Azizbek, obunachilaringizga hozirgi kunda, ya'ni Vodiydan va Toshkent yo'nalishi bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatiladi. Ya'ni bizni Qashqadaryo, Surxondaryo, Navoiy viloyatlaridan, Buxoro viloyatlaridan kuzatayotgan aka-ukalarimiz bor. Bular ham Toshkentdan parvozlar amalga oshirish imkoniyati bor. Bularga narxini necha pul qilib berasiz? Xo'p, noyabr oyiga o'zi paketlarimiz narxi 1100-1200 dollarlik paketlarimiz. Noyabr oyiga Farg'ona, Namangan, Toshkent bir xil qilib beramiz, 1050 dollardan qilib beramiz. 1050 dollardan telefon qilishaversin, xudo xolasa. Agarda mana shu kanalingizdan chiqayotganlarga chegirma ham qilib berasizmi? Agar yana telefon qilsa, ekrandagi nomerlarga iloji boricha yangiroq narxlar qilib beramiz. Qilib beriladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays bu faqatgina sizni tanlovingiz bo'lishi mumkin. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Xo'p, Azizbek, safarimiz 14 kun mobaynida, ya'ni qayerlarga olib chiqiladi? Ziyorat va sayohatlar nimalar kiradi bunga? Madinada payg'ambarimiz ravzalariga ziyorat qilinadi, Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'iga ziyorat qilinadi. Makkada Toif shahri va Qizil dengizga sayohatlarimiz bor. Xudo xolasa, tajribali ellikboshlar hamrohligida birgalikda ziyoratlarga olib chiqishadi, xudo xolasa. To'lovlarimiz qanday amalga oshiriladi? Bizga Telegramdan aloqaga chiqsa, bank shot raqam tashab beramiz, eng yaqin bankdan to'lov qilib berishadi. Chekin tashab, bizga Zagram pasport tashab bersa, ishlarni qilib beramiz. Xudo xolasa, mana shu joylarni bron qilib beramiz. To'lovlarda o'sha cheki bilan o'sha joylari bron bo'ladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, shoshilamiz. Bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqinglar. Yaxshi niyatda ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, bemalol bog'lanib aloqaga chiqishlaring mumkin. Vodiy va Toshkent yo'nalishlari bo'yicha 1050 dollardan Centrum Holidays bilan parvozlarda amalga oshirish imkoniyati bor do'stlar. Biz sizlarga qo'limizdan kelganicha ma'lumot berishga harakat qilamiz va albatta mehnatimizni qadrlash maqsadida bir dona like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar azizlar. Azizbek, sizga ham rahmat. Mana shunday yangiliklar, mana chegirma narxlarda obunachilarga bir chiroyli narxlarda qilib bersangiz, biz ham juda ham xursand bo'lardik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat hammaga.